Assalomu alaykum. Qani bir kayfiyat ko'targan holda onajonimizga bitta chiroyli qarsak chalib beramiz, ha? Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kayfiyatlar ko'tardimi onajon? Xursandmisiz? Kutgandingizmi, kutmagandingizmi mana shu ishlar bo'lishini? Bular birontasi kirib aytib qo'yishmadi? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta mana shu fayzli xonadoningizga bilasizmi kim nomidan tashrif buyurdik? Yo'q, bilmayman. Bitta taxmin qilaylik, mana Xudoingiz nomlaridan keldikmi, farzandlaringiz nomidan keldikmi, kelinlaringiz nomidan keldikmi, opa-singillaringiz nomidan kimdan deb o'ylaymiz hozir? Farzandlarimdan. Yashang onajon, albatta. Mana shu fayzli xonadoningizga farzandlaringiz nomlaridan tashrif buyurdik. Qaysi farzandingiz nomidan keldik, shuni ham bilasizmi? Yo'q. Hammasi zo'rda? Albatta hammalari. Albatta onajon, qarang, mana shu qora ko'zlaringiz nomlaridan tashrif buyurdik. Omonjon o'g'lingiz nomlaridan, Shavkat akam nomlaridan, Irodaxon, Nishon akam nomlaridan va musofir yurtda ishlab yurgan qizingiz Dildoraxon nomlaridan. Qolaversa mana jigarlaringiz nomidan. Lekin mana shu ishlarni yelib, yugurib tashkil qilgan Omonjon o'g'lingiz nomlaridan lutfan tashrif buyurdik. Sizga mana shu xonadonga ozgina bo'lsa-da kayfiyat, xursandchilik ulashish uchun lutfan tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Jigarlarim, qadrdonlarim, onajonim, mehribonim. Yuzlarga kiring iloyim. Doim boshimizga sog' bo'ling. Dunyo turguncha turing. Doim bizani baxt kamolimizni ko'ring, nabiralaringizni rohatini ko'ring. Nabira kelinlar qiling. Doim boshimizga sog' bo'lib, uyimizni to'riga o'tiring. Doim sog' bo'ling. Aziz mehmonlarimiz, aziz jigarlarimiz, xush kelibsiz. Onajon tug'ilgan kunlariga bunaqa tug'ilgan kunlarni, bunaqa bahorlarni yuksasini Xudodan so'rab qolamiz. Onajon boshimizga sog' bo'ling. Bizning boshimizga toj bo'lib, toj taxtimiz bo'lib yuring, ammo shunday faqatgina yaxshi kunlaringizni kutib olish bizga taqdir nasib qilsin. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Xizmatlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana yerdagi jannatim, onajonim, Xudo bergan umrni xushxursandchilikka boshimizga toj bo'lib, bizga oq fotihalar berib yurishlik nasib qilsin. Onam borlaki shu duolari bilan hamma narsaga erishib kelamiz. Yer yuzidagi insonlar orasida eng sevimli insonimiz payg'ambarimiz bo'lsa-da, keyin ota-onamiz, mana onajonim. Boshimga doim sog' bo'lsinlar, duoda bo'lsinlar. Onam borlaki biz qo'rqmay, xursand, baxtli yashaymiz. Borlariga shukr. Onajon doim sog' bo'ling. Assalomu alaykum hammalaringizga. Mana bugun bu yerga yig'ilishimizdan sabab bu jonimni tug'ilgan kunlari, bu jonimni iloyim ming yoshlarga kirishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Biza bor ekanimiz, hech narsadan qo'rqmang, akam borlar, men bor, Shavkat akam bor, hech narsadan qo'rqmang. Biza bor. Iloyim ming yoshlarga kirdi. Tabriklayman. Ming yoshlarga. Rosti gap dunyoni o't olib ketadi. Onamni sog'inib yig'lasam agar bizdek farzandlar, shoirlar bir tiyinga qimmat. Onasini duosini olmasa agar ilohim onajonlarimiz hamisha boshimizga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ulamizmi aka? Chiqishmaloq aka, chiqavoqlar aytasiz bo'lmasa. Onajon kayfiyati qanday endi? A'lomi? Yashang. Oxirgi marta qachon bir mazza qilib raqs qilishdingiz? Ha? Esingizda ham yo'q, ha? Kelingda sharoitni sizga o'zi yaratib bersak-da, mana shu jigarlaringiz bilan, farzandlaringiz bilan davrani to'ldirib bitta mazza qilib o'ynasangiz, qanday bo'ladi onajon? Zo'r bo'ladi albatta. Bitta chiroyli qarsak cho'rasida endigi navbatni shu qo'shiqlarga beramiz, hammalaringizni davramiz markaziga raqsga taklif qilamiz. Marhamat. Hech bir so'z shirinmas onam so'zidek. Hech bir yuz go'zalmas onam yuzidek. Onamning ko'zidek mehrli ko'z yo'q. Hech kimsa bo'lolmas onam o'zidek.
Soddadil onam, jannatim onam, beminnatim onam, davlatim onam. Goho xafa qilsak ham, ranjitsak ham kulib turasiz. Yonimizdasiz, borsiz. Omadim onam, ilohim boshimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling onajon. Shukrona kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin deb chiroyli qarsak yo'l beramiz. Shukrona aganam tug'ilgan kunlar ekan, ilohiy 100 yoshga kirsinlar. Nima niyatlar qilgan bo'lsalar, ana shu nabiralar uchun, farzandlar uchun, abiralar uchun niyatlarga erishsinlar. Doimo sog' bo'lsinlar boshimizga, ana hammani boshiga, ana singillarim, aka-ukalarim, malarim uchun. Nima deb yurimiz shu dunyoda? Onam uchun deb yurimizda. Onam sog' bo'lsalar biza sog'. 100 yoshga kirsin. Rahmat. Ajoyib tilaklaringiz uchun, niyatlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Onajonimiz faqat mana shunday yaxshi kunlarda, to'ylarda, ma'rakalarda, mana yo'llarda qalqon bo'lib turinglar. Hammalaringizga kattakon rahmat. Xudo xolasa kelasida ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.